O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazi ochilganidan so'ng bu yerga kirish tartibi ko'pchilikni qiziqtirayotgani aniq. Siz ham bu noyob maskanga kelishni rejalashtiryapsizmi? Keling, chiptani qanday olasiz va kirish tartiblari bilan sizni tanishtirib o'tamiz. Qulay tomoni shundaki, markaz har kuni soat 9:00 dan 22:00 gacha ochiq. Hatto ishdan keyin ham kelib, muzeyning tungi kayfiyatini his qilishingiz mumkin. Endi eng muhim savol: chiptani qayerdan olamiz? Juda oson. Chiptani markazning ro'parasidagi kassalar yoki navbatsiz olishni xohlasangiz, iTicket orqali xarid qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Chiptani nazoratchiga ko'rsatasiz. QR kod skanerlanadi va bir necha soniyada ichkaridasiz. Eng qiziq savol: chipta narxi qancha? O'zbekiston fuqarolari uchun guruh bilan kirish 60 ming so'm. Individual tashriflar kattalarga 120 ming so'm, bolalarga 50 ming so'm, 7 yoshdan 17 yoshgacha bo'lgan bolalarga 25 ming so'm, 7 yoshgacha tekin. Chet ellik mehmonlar uchun $25, $110 gid va audio gid xizmati. Bolalar uchun 20 AQSh dollari. Individual tashrif $45. Tezkor kirish O'zbekiston fuqarolari uchun 250 ming so'm, xorijiy mehmonlar uchun $100. Premium tarifi $150. Bolalarga $30. Ekskursiya 30 nafargacha guruhlarga tashkil etiladi. Tashrif odatda taxminan 2 soat davom etadi. Bu vaqt ichida siz boy tarix va bebaho meros bilan yuzma-yuz kelasiz. Albatta, ayrim qoidalarni unutmang. Eksponatlarga tegmang, suratga olishda chaqnashdan foydalanmang va jamoat tartibiga amal qiling.